Rossiya bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatni davomlashtiradiganligini jakarlagan Xitoy Rossiya bilan yangi hamkorlik kelishimi imzoladi. Kelishimga asosan Rossiyadan Mongoliya orqali Xitoyga turbo yo'li qurib, yiliga 50 milliard kub metr tabiiy gaz toshish fursati bilan ta'minlaydi. Mongoliya orqali Sibiriyani Xitoyga tutashtiradigan bu liniyaning yetkazish miqdori Rossiyani Germaniya bilan tutashtiradigan va embargolar sababli to'xtab qolgan Shimoliy iqin 2 turbo liniyasi bilan asosan o'xshash ekan. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti davlatlarining diplomatiya ministrlari Beryusildagi NATOning bosh shtabida o'tkazilgan favqulodda yig'inda Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini muzokara qildi. NATOning bosh kotibi Jens Stoltenberg Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti bir mudofaa ittifoqi biz Rossiya bilan urush qilishni xohlamaymiz dedi va Sharqiy Yevropada iqtidorni oshiradiganligini ta'kidladi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilishga boshlagandan keyin Rossiya shirkatlari xalqaro jamiyatning jazosiga taqobil turish uchun Xitoy bankasidan yangi hisobot ochishga boshlagan. Fransiya xalqaro radioning 3-martdagi xabarda bildirishicha, Xitoy bankasining Moskva tarmog'ida ishlaydigan mazkur ahvoldan to'liq xabardor bir kishi bu vaqtdagi uchurlarni oshkorlab, o'tgan bir necha kunda 200-300 dak Rossiya shirkati bizni izlab, yangi hisobot ochmoqchi bo'ldi degan. Amerika Dengiz armiyasi yanvarda Janubiy dengizda tushib ketgan F-35 kurashchi aeroplanining qoldiqlarini bayqadi. Amerikaning Tinch okean rayoniga mas'ul 7-flotining bayonotida aeroplanning paraxod kranidan foydalanib 3780 metr chuqurlikdan qezib chiqarilganligi bayon qilingan. Bayonotda aeroplan qoldiqlarining yaqin atrofdagi bazaga elib berilib, voqeaning nima sababdan kelib chiqqanligi tekshirilib, keyin Amerikaga avatilishi mumkinligi o'tirib qo'yilgan. Fransiya prezidenti Macron Fransiya xalqiga yozgan ochiq xatida o'zining bu yil 4-oyda o'tkaziladigan prezident saylamiga qatnashib, vazifasini 2-navbat o'tashni qo'lga keltirganligini jakarlagan. Pakistanning g'arbiy shimolidagi Peshawar shahrida juma namozidan keyin masjidning chiqish eg'izida yuz bergan bomba hujumida 56 odam qazo qildi, 194 odam yaralandi. Afg'onistonning Paktiya o'lkasidagi bir masjidga bomba hujumi ilib berildi. Hujumda 2 odam hayotidan ayrildi, 18 odam yaralandi. Yaqinqi yillardan beri Xitoy Sharqi Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang qilishni kuchaytgan. Tangirtaq to'g'rining xabarida bildirishicha, Xitoy neft ximiya sanoati G'arbiy Shimol neftlik shirkatining oshkorlashicha, Xitoy Shunbi neftligi deb atab olgan 4-nomerlik uzilma balbig'idan yana 1000 tonnalik bir quduq qazgan. Shuning bilan bu yil kirgandan buyon Xitoy G'arbiy Shimol neftlik shirkati orqa-orqadan 1000 tonnalik 3 quduq qazgan.